Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning jonajon diyorimiz ravnaqiga ulkan hissa qo'shgan Sharof Rashidov tavalludining 100 yilligini keng nishonlashga doir tashabbusi xalqimiz tomonidan qizg'in qo'llab-quvvatlanmoqda. Sharof Rashidov qarindoshlari, u bilan birga mehnat qilgan shogirdlari ishtirokidagi mazkur tadbir avvalida shular xususida so'z bordi. Bizning Jizzax shahridagi 16-umumiy maktabimizda tarixiga nazar tashlasak, juda ko'plab buyuk insonlar yetishib chiqqan. Tarixda Narimonov nomli deb atalgan ana shu maktabda juda ko'plab shoirlar, davlat arboblari, fan arboblari yetishib chiqqan. Hamid Olimjon, Nazir Safarov, Shukur Sadrlar, O'rifjon Ikromov kabi va mana bugun biz faxrlanib yodga olayotgan adibimiz, xalqimizning sevimli farzandi Sharof Rashidov yetishib chiqqan. Mana shunday insonlar yetishib chiqqan maktabda o'quvchilar o'qiyotganidan bugungi kunda biz esa mana shunday maktabning tarbiyachisi, ustozi bo'lganimizdan bugungi kunda nihoyatda faxr tuyg'usidamiz. Tadbirda Sharof Rashidovning O'zbekistonning rivoji, xalqimiz farovonligi yo'lidagi mehnatlari, uning ijtimoiy-iqtisodiy sohalar, ta'lim, tarbiya va ma'rifat, xalq xo'jaligining barcha tarmoqlari, ayniqsa 1966-yil Toshkent zilzilasi oqibatlarini bartaraf etishdagi ezgu sa'y-harakatlarini katta avlod vakillari hurmat va ehtirom bilan yodga oldilar. Ayni paytda Sharof Rashidov ijodkor sifatida yaratgan badiiy asarlari bilan ham qadrlidir. Adib asarlarining qahramonlari halol, fidoyi, mehnatsevar, kamtarilligi bilan o'quvchida katta taassurot qoldirishi alohida ta'kidlandi. Men mana shu Sharof Rashidovdek, Hamid Olimjondek farzandlari bor yurtda tug'ilganimdan, ular o'qigan maktabda o'qiyotganimdan juda faxrlanaman va Sharof bobomga atab yozgan she'rimni aytib bermoqchiman. Sharof bobo, bugun sizni xotirlar, yosh-u qari o'g'il va qizlar, sizni eslab bugun barchamiz siz ko'rdirgan binolarga boqamiz. Yoshlar o'qir o'gitlaringiz, siz yozgan Kashmirlaringiz, sizni suyar Jizzax elingiz, bizlar sizning farzandlaringiz. Shu kuni maktab o'quvchilari tomonidan Sharof Rashidov hayoti va ijodi borasida tayyorlangan bayram dasturi mehmonlar va o'quvchilar e'tiboriga namoyish etildi. Biz bu tadbirda Sharof Rashidovning she'rlarini va uning hayot yo'lini o'rgandik. Men shunday maktabda o'qiyotganimdan faxrlanaman. Hamroqul Nosirov maktabida juda ko'p adiblar va olimlar yetishib chiqqan. Men ham kelajakda Sharof Rashidov bobomizdek davlat arbobi va vatanimga xizmat qilishga va'da beraman. Shunday insonlar bo'ladiki, bosib o'tgan hayot yo'li davomida asrlarga tatigulik ezgu ishlarni amalga oshiradi. Shu bois ular haqidagi xotiralar kishilarda yorqin yulduzlardek jonlanib turaveradi. Sharof Rashidov ana shunday yulduzi yorqin siymolardan edi. Tavalludining 100 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rilayotgan bu zot har qancha e'tirof, hurmat va ehtiromga loyiqdir.